Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Faqat yiqilib tushmasligim kerak. U meni ushlab olsa ham bo'lmaydi. Shunday xayollar bilan o'limdan qo'rqqan koreys to'g'ridan-to'g'ri o'rmon bo'ylab yugurardi. Quyosh hali chiqmagan, lekin tong xira-shirasida orqasidan bir siluet qulardi. Yigitchaning kiyimlarini bir tomoni iflos edi. Bu uning yelkasidagi jarohatdan oqqan qon edi. Yigitchaning o'zini sherigi uni otgan edi, ammo u allaqachon o'lgan. Koreys baribir qoqilib, yumalab yerga yiqildi. Bu yiqilish unga bir necha daqiqa imkoniyat berdi. U o'rnidan turib daraxtlar orasidagi sharpaga vahima bilan qaradi. Yigitcha orqaga sudralib bo'ri uchun qo'yilgan tuzoqqa tushib ketay dedi. Uning miyasi tirik qolish uchun Eynshteynniki kabi ishlardi. Koreys sharpani tuzoqqa tushirib, o'zi tirik qolishga muvaffaq bo'ldi va quyonga o'xshab surib qoldi. Daryoga yetib kelganda u shunchalik holdan toygan ediki, suza olmasdi. Oqim uni yiqitdi, boshini toshlarga urib, uni yarim milcha sudradi. Yana bir bor suv ostiga bosh bilan kirib, yigitcha tashqariga qaradi. Undan bir necha 100 metr narida nihoyatda go'zal bir osiyolik qiz turardi. U shaffof ko'ylak kiygan, lekin kiyim uni chiroyini to'solmasdi. Bilol ham hayron. Go'zal qizni ko'rib koreys qichqirmoqchi bo'ldi, lekin Daryo bunga yo'l qo'ymadi. Quyosh chiqqanda yigitcha o'z lageriga yetib bordi. U mashinaning orqasidan olov purkagichni oldi. U yon tomonga suyanib tugmani bosishi bilan o'rmondan osiyolik go'zal chiqib keldi. Qizning oyoqlari o'rniga qizil jun bilan qoplangan panja bor edi. U ingichka o'tkir tishlarini ko'rsatib kulib yubordi. So'ngra to'rt oyoqlab turib koreys tomonga yugurdi. Yigitcha esa go'zal xonimni olov bilan kutib oldi. Shu paytda Pichoq nomli yigitchaning guruhi yetib keldi. Ular g'alati mavjudotni qo'lga olishdi. Omon qolgan agentni esa shifoxonaga yuborishdi. Bu SCP-953 ning birinchi qo'lga olinishi. 19-asr o'rtalarida ushlab olishgan. Bu mavjudot qayta tug'ilish qobiliyati tufayli poliformik gumanoid deb ataladi. Ammo koreys mifologiyasida bu Kumiho yoki 9 dumli tulki deb nomlanadi. SCP-953 Keter sinfiga mansub bo'lib, odatdagi holatida taxminan 8 kilogramli qizil tulkiga o'xshaydi. Qizil tulki bilan farq shundaki, uning 9 ta dumi bor. 9 dumli tulki boshqa mavjudotlarga aylanishi mumkin va ko'pincha u jozibali koreys ayolini tanlaydi. O'zgarishiga qaramay, gumanoidning yangi ko'rinishi ba'zi hayvoniy xususiyatlarini saqlab qoladi. Ular tishlar, dumlar, quloqlar va boshqa narsalar. Bu kamchiliklarni u yaxshi biladi, shuning uchun berkitishga urinadi. Ammo baribir odamlar unga aldanib qoladi. Ammo itlar buni qandaydir sezishadi va unga tajovuzkor munosabatda bo'lishadi. Odamlarga ta'siri uni butkul aqldan ozdiradi. Bu sifatlar lekin tulkida unchalik murakkab emas. Lekin jozibadorlik va ayyorlik bilan birga erkaklarni bemalol boshqara oladi va bunga juda usta. Tulki shu tarzda o'z anomaliyasini gipnoz qilganlaridan yashiradi. Bu xususiyatlar qurbonlarni iniga jalb qilish va ularni masxara qilishda ham yordam beradi. Tulki bu borada alohida iste'dodli, chunki u nihoyatda yovuz. SCP-953 zarbalar bilan qurbonlarini harakatsizlantirib o'ldiradi. So'ngra jasaddan jigarini chiqaradi. Tulki jigarni ilon kabi butunlay yutib yuboradi. Bu aytish mumkinki, tezkor qotillik usuli. Agar tulki xavotirsiz va yetarlicha vaqti bo'lsa, u doim qurbonini qiynaydi. U ruhiy azob berib masxara qiladi va terisini tiriklayin shilib oladi. Tulki qurbonlarning qanchalik darajada azoblanishini ko'rishni juda ham yaxshi ko'radi. Mavjudot o'zini Kumiho deb ataydi. Uni Kitsune deb atashsa g'azablanadi. Bu Osiyo tillarida tulki yoki oddiy tulki demakdir. Nima bo'lganda ham tulki juda ham yoqimtoy. Xodimlar obyektimizni jahlini chiqarmasligi uchun ularga faqat Kumiho deb atalish buyurilgan. Hech kim ahmoqona savollar bermasligi uchun O5 kengashi kichik eslatma qoldiradi. U Cherokee hindusi bilan New Delhi hindusi farqini tushuntirish kerakmi deb so'radi. 9 dumli tulki va jinlar Osiyo mifologiyasining markaziy qahramonlaridir. Shunga qaramay, fond Ikkinchi jahon urushidan keyin Koreyada birinchi bor obyektga duch keldi.
Pusonga Sharqiy diviziyaning 5-otryadidan jangchilar yuborildi. Fond qayta tashkil qilingach, guruh mobil operativ guruh TT3 deb nomlandi. Og'zim charchab ketdi. 3 agentdan faqat bittasi tirik qoldi. U sheriklarining o'limini dahshatli ravishda aytib berdi. Askarlar Sharshara sochini tarayotgan go'zal qizni ko'rishganini aytdi. Uchalasi ham Osiyodan bo'lib, bolalikdan beri 9 dumli tulki haqidagi afsonalarni eshitishgan. Bundan tashqari ular uchratgan go'zallik ertaklardagi mavjudot ekanini bilishardi. Askarlar qizning shaffof ko'ylak ostida yashirishga uringan mo'ynali tulki panjalarini ko'rishdi. Shunday bo'lsa-da, ular u bilan o'rmondagi uyga borishga kelishdi. Omon qolgan askar ham koreyalik edi. Aynan koreys madaniyatida 9 dumli tulki Kumiho deb atalib juda yovuz jin hisoblanadi. Boshqa Osiyo mamlakatlari mifologiyasida bu mavjudot ko'pincha sodda va hatto mehribon sifatida tasvirlanadi. Ehtimol shuning uchun koreys jangchisining hamrohlari SCP-953 bilan bo'lgan uchrashuvga beparvo munosabatda bo'lishgan. Hatto ulardan biri bu tulkini qotillikka olishi mumkinligi haqida hazillashadi. Ha, aytgancha u mana bu bilan turmush qursin. Kumiho meniki. O'sha paytda obyekt o'zining ishontiruvchi qobiliyatidan ham foydalangan. Keyingi voqealar quyidagicha rivojlandi. Qiz o'z uyida yigitlarga kechki ovqat berdi. Ularni kuchli uyqusi kelib dam olishga ketdi. Tun o'rtasida uyg'ongan koreys askarlardan biri yo'qolganligini sezdi. U sherigini SCP-953 bilan butalar orqasida topdi. Tulki erkakni rom qilishga urinayotgandek ko'rinsa-da, lekin bunday bo'lmagan. Bo'ynidan mahkam tishlab, jigarini yeb qo'ydi. Agent kulbasiga qaytdi. Ortida esa ko'zlari yonayotgan, hozir o'ldirilgan sherigi turardi. Koreys ikkilanmay sherik qiyofasidagi maxluqni o'ldirdi. O'q ovozi 3-askarni uyg'otdi. U mantiqiy xulosa chiqarib, otgan odamga taslim bo'lishni buyurdi. Shu payt tulki unga orqadan hujum qildi. Qolgan askar yelkasidan yaralandi. Yigitcha tulki sherigini parchalayotganini ko'rdi. Vau, bu juda dahshat. Askar diqqat bilan ovqatga ham e'tibor berdi. Guruch o'rniga u yerda tirik qurtlar va odam go'shtlari bor edi. Shundan so'ng koreys qochib ketdi. Qandaydir tarzda u maxluqni yaqin atrofdagi bo'ri tuzog'iga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Tulki to'g'ridan to'g'ri mixlarga tushdi, lekin askar bu uni faqat biroz kechiktirganini ma'lum qildi. Yordam kuchlari aynan xodim maxluqqa olov purkagishni puflayotganda yetib keldi. Boshidan o'tgan barchasidan so'ng koreys SCP-953 ni yo'q qilish va yomon saqlash sharoitlariga qarshi chiqdi. U shuningdek maxluqni uning kamerasida ziyorat qilgan. Askar tushuntirdiki, tulki qochsa, unga yomon munosabatda bo'lganlarni o'ldiradi. Aslida bu 5 marta sodir bo'lgan. Oxirgi tutilishdan so'ng maxluqqa har kuni suv, xom jigar va haftada 1 marta toza chayshab berildi. Ha, yana yaxshi xulq-atvori uchun tulki kitob yoki olxo'ri sharbat olishi mumkin. Psixologik ta'sir tufayli eshik germetik bo'lmaganda kameraga 100 metrdan yaqinlashish taqiqlanadi. To'g'ridan to'g'ri aloqa umuman taqiqlangan. Tulki zonasi 17-zonada 99-xonada. Har qanday aloqa radio boshqariladigan robotlar yordamida amalga oshiriladi. SCP jamg'armasi uni saqlash uchun qadimiy Kumiho afsonalaridan foydalangan. Ma'lum bo'lishicha, tulki itlardan juda qo'rqadi. U ularga 10 metrdan yaqinroqqa kelmaydi. Shuning uchun SCP-953 kamerasi oldiga bir nechta it uylari qo'yilgan. Hattoki bu itlar ham tanlab olingan. Koreyskiy jindo va Amerika ovchi iti. Ayniqsa maxluqning 6-oxirgi qochishi e'tiborga loyiq bo'ldi. Birinchidan, tulki 10 yillab davomida yashirinib yurgan. Ikkinchidan, u 2000-yillarda u Pensilvaniyada paydo bo'lgan. Uchinchidan esa bu har safargidan ko'ra ko'proq odam o'ldirdi. SCP-953 Ifkon anjumanida paydo bo'ldi. U yerda turli xil hayvon ishqibozlari to'plangan. U yerda tulki 27 kishini o'ldirdi. Har bir qurbonning jasadini kutilmagan joylarga joylashtirdi. Muzlatkichga, dush partasi orqasiga, kiyim ilgichga va hatto matras va banket tarelkalariga. SCP-953 qo'lga olindi. Omon qolgan barcha guvohlar qayta davolandi. Agentlar maxluq beparvo ekanligini va ushlaganda qarshilik bildirmaganligini ta'kidladi. Shundan so'ng tulki hibsga olish shartlarini buzishga urinmadi va hech kimni o'ldirmadi. SCP-953 ning bu harakati menga g'alati tuyulmayapti. Faqat bir necha asr oldin Kumiho odamlarni qo'rqitgan. Odamlar uni eshitishi bilan titrashardi.
Boshqa ahmoqlar esa uni ma'buda deb ibodat qilishardi. Endi u 5 marta ushlanib, it kabi zanjirga bog'landi. Keyin festivalga bordi. U yerda Kumiho jozibali kostyum sifatida ishlatildi. Hayratlanarli emaski, maxluq yanada ko'proq o'ldirishni xohladi. Yoki bu g'azab portlashi yoki g'amgin bo'lib qolishiga boshqa bir sabab bormi? Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Balki Kumiho meni sog'ingandir. Xo'sh, obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.